Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 15 avgustgacha identifikatsiyadan o'tmagan ayrim fuqarolarning pensiya yoki ijtimoiy yordam to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi, ya'ni bloklanishi mumkin. Bu gap nafaqat pensionerlarga, balki nogironlik nafaqasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, bolalar puli yoki moddiy yordam olayotgan oilalarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, nogironligi bo'lgan yaqinlaringiz yoki ijtimoiy nafaqa olgan qarindoshlaringiz bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta oddiy tekshiruvdan o'tmaslik sababli odam o'z vaqtida pulini ololmay qolishi mumkin. Men bu masalani oddiy tilda kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasa bo'ladi, qayerga borish kerak, qanday hujjatlar kerak, hammasini tartib bilan tushuntiraman. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik pensiya va nafaqalarni odatdagi tartibda olib kelardi. Kimdir bank kartasiga olardi, kimdir pochta orqali olardi, kimdir yaqin qarindoshi orqali yechib olardi. Ko'p hollarda tizim odam haqiqatan ham shu manzilda yashayaptimi, tirikmi, hujjatlari to'g'rimi, boshqa davlatga doimiy yashash ketmaganmi, shu yordamga haqiqatan ham ehtiyoji bormi? Bularni har safar alohida tekshirib o'tirmasdi. Ma'lumotlar bazalar orqali yangilanardi. Lekin har doim ham hamma ma'lumot bir xil va o'z vaqtida tushmasdi. Endi nima o'zgaryapti? Davlat idoralari pensiya va ijtimoiy yordam pullari faqat haqiqiy egasiga, qonuniy huquqi bor odamga borishini aniqroq nazorat qilishga o'tmoqda. Buning uchun identifikatsiya, ya'ni shaxsni tasdiqlash jarayoni talab qilinadi. Oddiy qilib aytsam, tizimsiz haqiqatan ham o'sha odam ekaningizni, hujjatingiz amalda ekanini, sizga to'liq davom etish kerakligini tasdiqlab oladi. Ba'zi holatlarda bu bank orqali, ba'zi holatlarda mahalla orqali, ba'zi holatlarda pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali bajariladi. Bu yerda eng muhim joyi shuki, identifikatsiya qilinmagani uchun to'lov butunlay bekor bo'ladi degani emas. Ko'p hollarda gap vaqtincha to'xtatib turish haqida ketadi. Ya'ni odam belgilangan tartibda shaxsini tasdiqlasa, hujjatlari joyida bo'lsa, to'lov yana tiklanadi. Ammo muammo shundaki, tiklanguncha bir oy, ba'zan undan ko'proq vaqt kechikish bo'lishi mumkin. Pensiya yoki nafaqaga kun ko'rib turgan oilalar uchun bu juda og'ir. Men birinchi navbatda kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerakligini aytaman. Birinchi guruh yoshi katta pensionerlar. Ayniqsa bank kartasidan o'zi foydalanmaydigan, telefonda ilova ishlatmaydigan, ko'pincha farzandi yoki nevarasi orqali pul yechadigan pensionerlar, masalan, 42 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasi o'g'lining qo'lida, o'zi bankka bormaydi, telefon raqami ham eski. Tizim shaxsni qayta tasdiqlashni so'rasa, otaxonning o'zi borib tasdiqlamasa yoki qonuniy va vakili hujjat bilan murojaat qilmasa, keyingi oy to'lovi ushlanib qolishi mumkin. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ham identifikatsiya juda muhim. Chunki ayrim odamlar sog'lig'i sabab uydan chiqa olmaydi, bankka bora olmaydi, navbatda tura olmaydi. Lekin bu ularning to'lovi to'xtab qolaveradi degani emas. Bunday holatda yaqinlari mahalla, ijtimoiy xodim yoki tegishli bo'lim bilan bog'lanib, uyga chiqib identifikatsiya qilish mumkinmi? Vakil orqali qanday rasmiylashtiriladi? Shuni aniqlash kerak. Masalan, ilk guruh nogironligi bo'lgan fuqaro har oy 9.000 so'm atrofida nafaqa olsa, uning o'zi borolmagan sababli jarayon e'tiborsiz qoldirilsa, oilasi bir necha hafta pulsiz qolib ketishi mumkin. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bunday oilalarda ko'pincha ona farzandlari nomidan to'lov oladi. Farzand voyaga yetganmi? O'qishni davom ettiryaptimi? Hujjatlar yangilanganmi? Karta kimning nomida? Vasiylik yoki vakillik hujjati bormi? Bularning hammasi muhim. Masalan, bir oilada ikki bola boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzand 12 yoshga kirgan. Lekin kollej yoki universitetda o'qiyotgani haqida ma'lumot vaqtida topshirilmagan. Bunday holatda to'lov tizimida savol ostida qolishi mumkin. Identifikatsiya faqat yuzni ko'rsatish emas. Ayrim vaziyatlarda huquqni tasdiqlovchi hujjatlarni yangilash hamdir. 4-guruh ijtimoiy yordam, moddiy yordam, bolalar nafaqasi olayotgan oilalar. Bu yerda ko'pchilik men mahalladan o'tganman demak bo'ldi deb o'ylaydi. Ammo oilaviy tarkib, daromad, yashash manzili,
karta ma'lumotlari, telefon raqami, pasport yoki ID karta holati o'zgargan bo'lsa, tizim sizdan qayta aniqlashtirish so'rashi mumkin. Masalan, oylab har oy 600 ming so'm bolalar puli olayotgan bo'lsa, lekin ona yangi ID karta olgan, eski pasport ma'lumot tizimida qolgan, bank kartasi esa boshqa raqamga bog'langan. Bitta mos kelmagan ma'lumot sabab to'lov kechikishi ehtimoli paydo bo'ladi. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz pensiya yoki nafaqa o'z nomingizdagi bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, ID kartangiz yoki pasportingiz amalda bo'lsa, telefon raqamingiz bank va davlat tizimlarida to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, yaqinda bankda yoki davlat xizmatlari orqali shaxsingizni tasdiqlagan bo'lsangiz, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizda xavf ancha past. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki menda hammasi joyida deb o'ylab yurib, keyin karta bloklangani yoki to'lov tushmaganini bilib qolish odamga qimmatga tushadi. Agar siz yaqinda bankdan karta olgan bo'lsangiz, ID kartangiz bilan yuzma-yuz identifikatsiyadan o'tgan bo'lsangiz, mobil ilovada biometrik tasdiqlashdan o'tgan bo'lsangiz, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz yangilangan. Lekin pensioner ota-onangiz haqida alohida tekshiring. Chunki farzandning hujjati joyida bo'lgani bilan ota-onaning tizimdagi ma'lumoti eski bo'lishi mumkin. Men sizga bir nechta oddiy misol keltiraman. Birinchi misol, onaxon har oy 20 million 500 ming so'm yoshga doir pensiya oladi. U pulni kartadan nevarasi yechib beradi. Onaxonning ID kartasi muddati tugamagan, lekin bankdagi telefon raqami 5 yil oldingi raqam. SMS xabarlar boshqa odamga ketadi yoki umuman bormaydi. Identifikatsiya haqida ogohlantirish kelgan bo'lsa ham, oila buni bilmay qoladi. Natijada avgust oyida to'lov tushmaydi. Keyin bankka borish, ma'lumotni yangilash, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Pul yo'qolmaydi, lekin kechikadi. Ikkinchi misol, fuqaro nogironlik nafaqasi oladi. Sog'lig'i sabab uyda. Uning pasporti eski namunada ID karta olishga ulgurmagan. Oilasi baribir nafaqa kelaveradi deb yuradi. Tizim esa hujjat yangilanishini yoki shaxs tasdiqlanishini talab qiladi. Agar oila oldindan mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilsa, masala tinch hal bo'ladi. Agar oxirgi kunga qoldirsa, navbat, hujjat yetishmasligi, vakolatnoma masalasi chiqib to'lov kechikadi. Uchinchi misol, oila bolalar nafaqasi oladi. Vaqtincha chet elda ishlayapti, xotin bolalar bilan uyda. Manzil boshqa tumanga ko'chgan. Lekin rasmiy ro'yxat eski joyda qolgan. Mahalla tekshiruvida oila topilmasa yoki tizimda yashash manzili mos kelmasa, yordam bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Bu yordamni bekor qilish uchun emas, balki haqiqiy holatni aniqlash uchun qilinadi. Lekin oila o'z vaqtida manzilni yangilamasa, to'lovda tanaffus bo'lishi mumkin. To'rtinchi misol, o'quvchisini yo'qotgan oilada farzand universitetga kirgan. U 15 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Bu hujjat vaqtida topshirilmasa, tizim farzand voyaga yetdi deb to'lovni to'xtatishi ehtimoli bor. Keyin ma'lumotnoma topshirilgach, masala qayta ko'rib chiqiladi. Bu masalada eng katta xato hammani bir xil deb o'ylash. Hamma pensioner 15 avgustgacha bir joyga borishi shart degan tushuncha noto'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki talab hududga, to'lov turiga, bankka, odamning hujjat holatiga, oldin identifikatsiyadan o'tmaganiga qarab farq qiladi. Shuning uchun men doim aytaman, vahma qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Eng to'g'ri yo'l o'zingizning holatingizni aniq tekshirish. Yana bir nozik jihat. Karta ishlayotgani to'lov huquqi to'liq tasdiqlanganini anglatmaydi. Siz do'konda karta bilan to'lov qilayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin pensiya yoki nafaqa tizimida alohida tekshiruv chiqishi mumkin. Bank identifikatsiyasi va ijtimoiy to'lov bo'yicha identifikatsiya ba'zan bir-biriga bog'liq, ba'zan esa alohida talab qilinadi. Shuning uchun bankdan ham, to'lovni tayinlagan idoradan ham ma'lumot olish kerak. Yana bir xato. Pul tushmasa, demak olib qo'yishdi deb o'ylash. Yo'q, ko'p hollarda pul olib qo'yilmaydi, balki aniqlashtirishgacha ushlab turiladi. Lekin siz murojaat qilmasangiz, tizim o'zi sizni izlab yurmaydi. Ayniqsa telefon raqamingiz noto'g'ri bo'lsa, xabar sizga yetib kelmasligi mumkin. Vakil orqali pul olayotganlar alohida ehtiyot bo'lsin. Agar pensionerning o'zi harakatlana olmasa, farzandi yoki qarindoshi uning nomidan ish yuritayotgan bo'lsa, ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki qonuniy vakillik masalasi aniq bo'lishi kerak.
Oddiygina men uning o'g'liman degan gap har doim yetarli bo'lmaydi. Davlat idorasi hujjat talab qiladi. Chunki tizim pulni noto'g'ri odamga berib yubormasligi kerak. Chet elda yurgan fuqarolar ham e'tiborli bo'lsin. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, u identifikatsiyadan qanday o'tadi? Konsullik orqali tasdiqlash kerakmi? Bank ilovasi orqali bo'ladimi? Buni oldindan aniqlash kerak. Ba'zan odam O'zbekistonda ro'yxatda turadi, pensiya kartaga tushadi, lekin o'zi chet elda. Tizim shaxsni tasdiqlashni so'raganda vaqt farqi, internet, hujjat, telefon raqami muammo tug'diradi. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Birinchi qadam, o'zingiz yoki yaqinlaringiz qaysi to'lovni olayotganini aniq biling. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, bolalar nafaqasimi? Moddiy yordammi, parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Har birining tartibi biroz farq qilishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati o'tmaganmi? Familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana mosmi? JSHR raqami bor va to'g'rimi? Bank kartasi aynan oluvchining nomidami? Telefon raqami o'z nomingizdami yoki hech bo'lmaganda siz ishlatayotgan raqam tizimda ko'rsatilganmi? Juda ko'p muammo aynan eski telefon raqami, eski pasport ma'lumotidan chiqadi. Uchinchi qadam, bankka murojaat qiling. Pensiya yoki nafaqa qaysi bank kartasiga tushsa, o'sha bank filialiga boring yoki rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Mening kartam bo'yicha identifikatsiya talab qilinyaptimi? Ma'lumotlarim yangilanganmi? Telefon raqamim to'g'rimi? ID karta ma'lumotim kiritilganmi deb so'rang. Agar bank mobil ilovasi orqali biometrik tasdiqlash imkonini bersa, uni ham rasmiy ilova orqali bajaring. Hech qachon begona havolaga kirib karta raqami, SMS kod, PIN kod bermang. 4-qadam, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, tuman pensiya jamg'armasi bo'limidan to'lov holatini so'rang. Agar bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olsangiz, mahalla va ijtimoiy himoya bo'limi orqali holatni aniqlang. Savolni aniq bering. Mening to'lovim davom etishi uchun 11 avgustgacha identifikatsiyadan o'tishim kerakmi? Agar kerak bo'lsa, qayerda va qanday tartibda o'taman? 5-qadam, hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ying. Odatda shaxsni tasdiqlovchi ID karta yoki pasport, bank kartasi, telefon raqami, pensioner guvohnomasi yoki to'lovga oid ma'lumot, nogironlik bo'yicha hujjat, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, oila tarkibi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma yoki vasiylik hujjati kerak bo'lishi mumkin. Hammasi hammaga kerak bo'lmasligi mumkin, lekin qo'lingizda bo'lsa yurishingiz kamayadi. 6-qadam, oxirgi kungacha kutmang. 15 avgust yaqinlashganda banklarda, mahallalarda, davlat xizmatlari markazlarida navbat ko'payishi mumkin. Biror hujjat yetishmasa, uni o'sha kuni to'g'rilash qiyin bo'ladi. Men maslahat beraman. Bugunoq ota-onangizning hujjatini ko'ring, kartasini tekshiring. Telefon raqamini aniqlang, bankka qo'ng'iroq qiling. Bu ish yarim soat vaqt olishi mumkin, lekin bir oylik pensiya kechikishining oldini oladi. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hozir shunday mavzular chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular pensiyangiz blok bo'lmasligi uchun SMS kodini ayting. Kartangizni tekshiramiz, havolaga kiring, pul o'tkazing, identifikatsiya qilib beramiz deyishi mumkin. Rasmiy idora sizdan SMS kod. Karta PIN kodi, ilova paroli so'ramaydi. Identifikatsiya faqat rasmiy bank, davlat xizmatlari, mahalla pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organlari orqali amalga oshiriladi. 8-qadam. Agar to'lov tushmay qolgan bo'lsa, darhol yozma murojaat qiling. Og'zaki aytib ketish bilan cheklanib qolmang. Bankdan to'lov kelmaganini tasdiqlang, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limiga ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, JSHR, manzil, telefon raqami, qaysi to'lovni olayotganingiz, qaysi oydan to'lov tushmagani, identifikatsiyadan o'tishga tayyor ekaningizni yozing. Arizani qabul qilganlik haqida ro'yxat raqami yoki tasdiq oling. Bu keyin masalani tezroq yuritishga yordam beradi. Alohida aytaman, agar pensioner yoki nafaqa oluvchi odam yotib qolgan bo'lsa, og'ir kasal bo'lsa, harakatlana olmasa, uni majburlab bankka olib borish shart deb o'ylamang. Avval mahalla, oilaviy poliklinika, ijtimoiy xodim yoki tegishli bo'lim bilan gaplashing. Ba'zi holatlarda uyga borib tekshirish, vakil orqali rasmiylashtirish, notarial ishonchnoma yoki qonuniy vakillik asosida ish yuritish mumkin. Eng asosiysi, vaziyatni yashirmang va oxirgi kunga qoldirmang. Agar hujjatda xato bo'lsa,
Masalan, ism bir joyda Gulnora. Boshqa joyda Gulnoza bo'lib qolgan bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, eski pasport seriyasi qolgan bo'lsa, buni ham vaqtida tuzatish kerak. Tizim bunday nomuvofiqlikni ko'rsa, to'lovda savol paydo bo'lishi mumkin. Bu xato sizning aybingiz bo'lmasligi mumkin, lekin uni tuzatish uchun baribir siz yoki vakilingiz murojaat qilish kerak. Demak, 15 avgustgacha identifikatsiya masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Bu ayniqsa pensionerlar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, bolalar puli va moddiy yordam olayotgan oilalar uchun muhim. Maqsad odamlarni qo'rqitish emas, balki to'lovlar qonuniy egasiga o'z vaqtida yetib borishini ta'minlash. Lekin siz harakat qilmasangiz, oddiy hujjat yoki telefon raqami muammosi sabab pul kechikishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun yaqinlaringizning hujjatlarini tekshiring. Bankdagi ma'lumotlarni yangilang. Mahalla yoki tegishli idoradan o'z holatingizni aniqlang. Kerak bo'lsa identifikatsiyadan o'ting. Ayniqsa ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularga bu ishda yordam bering. Ular ko'pincha SMS'ni ko'rmaydi, ilovani tushunmaydi, qaysi idoraga borishni bilmaydi. Bir farzand sifatida, bir qarindosh sifatida bu masalada befarq bo'lmaslik kerak. Sizning hududingizda identifikatsiya bo'yicha qanday talab qo'yilyapti? Bankdan xabar keldimi? Mahalla ogohlantirdimi? Pensiya yoki nafaqa bo'yicha muammo bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilsangiz like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onasi yoki ijtimoiy yordam olayotgan yaqinlari bor odamlarga yuboring.